Farzandingizga eng zo'r sovg'ani ko'rsataymi? O'quv yili tugadi va ota-onalar oldida katta mas'uliyat turibdi, ya'ni ta'tilni farzandi bilan mas'uliyatli, mazmunli o'tkazish. Albatta bu yerda ta'til bor, sayohatlarga chiqish bor, lekin albatta yana bir funksiya bo'lishini xohlardim, ya'ni farzandingizni kitobdan uzoq tutmang. Ya'ni qaysi kitob o'qitaman, nimani o'qitaman, qanaqa o'qitaman degan ota-onalarga yangi hadya kelib qoldi. Aynan ushbu kitobni tavsiya qilaman. Tarixni o'zgartirgan mutafakkir ulamolar haqida to'plam kitob chiqdi. Jami 30 kitobdan iborat. Bu kimlar uchun? Farzandi boshlang'ich sinfda, ya'ni 5-sinfgacha o'qiyotgan bolalar uchun maxsus yozilgan, ular darajasiga moslab tuzilgan. Ota-onalar iltimos ushbu yozda farzandingizni har birini o'zini shaxsiy kutubxonasida ushbu kitob bo'lsin. Albatta o'qiting, nazorat qiling, foydali bo'ladi. Chunki bu orqali farzandingizni kitob olamiga olib kirasiz, kitob olamiga olib kirib, ertaga bir yaxshi mutaxassis, ummatga foydasi tegadigan zo'r inson bo'lib tarbiyalanishiga albatta kitob o'rni beqiyos. Narxi ham arzon. Faqat bu kitobni faqatgina o'qimasin, siz o'qishi orqali uni rag'batlantiring va u xohlayotgan boshqa yutuqlar, sayohatlar, sovg'alarni aynan kitobni tugatishi, chiroyli o'qishiga qarab turib belgilasangiz, kitobni foydaliroq o'qigan bo'ladi. Ota-onalar iltimos, yozda ushbu kitobni albatta farzandingizga sotib oling, birga o'qing, birga rivojlaning va farzandingizning yorqin kelajagiga hozirdan asos soling.